Mana bugun biz hozir Farg'ona shahridagi Temuriylar maktabidamiz. Oldin bu maktabning nomi Svorov nomidagi harbiy akademik litsey bo'lgan. Mana biz hozir Temuriylar maktabining kirish qismiga keldik. Hozir har bitta o'sha jismoniy tarbiya kazarmalari, darsxonalari barchalar haqida batafsil ma'lumot berib boramiz. Pastga bosirish kerakmi bu? Yo'q, o'zi chiqib ochib bering endi. Yo'q, haqiqiy samolyot. XD проходной ball 187 ball bo'ldi bu yil. Lekin bor, ko'pchilik mana hozir savollarimiz eng ko'p qanaqa? Aka, DXKning tarixmi yoki huquq birinchi bo'lib degansa bor-da. O'sha bo'yicha musobaqamizda tayyorgarlik olib bormoqdamiz. Xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishamiz. Shu bolalarimiz hozirda o'sha sportlar bo'yicha tayyorlanishmoqda. Anchadan beri Vesin bo'yicha ham yo'qda. Hozir shuni 93 ga ko'rsatyapti. Yo'q, bu har bitta xona shunaqa jihozlangan. Shunday Shkaflari, soat har bir xonada. shunday rasmlar gullar vazifasiga Yaxshi. Dars qilishning sharoit bor. Demak, Temuriylar maktabi oshxonasi. Xo'p, bu yerda 5 mahal ovqatlanasizlar va ovqatlar haqida bir qisqacha ma'lumot bering.